Instagramimda rasmim qolib ketgan, lekin parolini bilmayman, qaysi raqamga, qaysi elektron pochtaga ochilganini ham bilmayman degan savol beribdi. Demak, hozir biz Instagramni qanaqa qilib parolini tiklashni ko'rib chiqamiz. Videomizning kommentiga bitta farosatsiz ukamiz noo'rin yozgan ekan, xuddi shu profildan foydalanamiz. Demak, bu logini, Akbarov bu login hisoblanadi. Yo'qolgan profilingizni shu loginini olasiz va pastga tushganda 2 marta bosasiz. Pastki tugmani va добавить akkaunt Instagram chiqadi va shu akkaunt chiqadi va shu yerga boyagi loginni yozishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda забыть parol turibdi tugmasi, login yozib bo'lganimizdan keyin va dalya tugmasi chiqadi. Dalya tugmasini bosamiz va yo'qolgan profilni Gmail va telefon raqami chiqadi. Mana bu raqamlarga SMS jo'natib, uni asabini buzmaymiz, tenglashmaymiz u odam bilan. Demak, ne может спросить parolni bosamiz, ya'ni eng pastdagi tugmani bosamiz. Bosganimizda parolni tiklash uchun ikkita yo'l chiqadi. Birinchisi bu yuzni video selfie qilish orqali ochishimiz mumkin yoki do'stimizning yordamidan foydalanib parolimizni tiklashimiz mumkin bo'ladi.